Assalomu alaykum. Bugun sayohatimizning 4-kuni Jizzax viloyati Zomin tumanidamiz. Hozir biz nonushtaga tushdik. Bundan keyin nonushta qilganimizdan keyin qozon patir, ya'ni gastronomik turizm bo'yicha qozon patir tayyorlanishini o'z ko'zimiz bilan ko'rib, o'sha jarayonda o'zimiz ishtirok etamiz. Xamirini sutga qilinadi. Sutsiz patir bar bo'lmaydi. Sutga qo'shilgan patir bar boshqacha qizarib, yaxshi pishgan bo'ladi. Hozir biz zo'la jarayoni. U qancha paytda pishadi u? Qozonga bitta qozonga qo'yganingizda. Bu olovning yonishiga bog'liqmi yoki olovni o'rta me'yorda yoqiladi. Baland bo'lsa tezroq pishib ketadi, ichi yaxshi pishmay qoladi. O'rta me'yorda yaxshigina yoqiladi. Bu faqat zominda pishiriladi, lekin boshqa joyda pishirilmaydi. faqat zomin teriyor. O'zim ham uyga borib dadamlarga pishirganimda o'xshamagan. Bu menimcha hozir patirni ichida issiqligi sababli saryog'imiz eriydi. Juda ham shirin, tan olish kerak. Baribir tog'i saryog'i, tog'i patiriga utalgani yo'q deydi-ku. Qarang, opajon patirida shunaqa shirinligidan o'zimni to'xtata olmayman. Shunaqasi ham bo'lar ekanda. Rahmat kattakon sizlarga shunaqa shirin patirlar uchun, saryog'lar uchun rozi bo'lasiz. Qilgan mehnatingizga albatta. Arzimas sizlarga Altragan tomonidan sovg'amiz bor. Buning ichida vaucherlarimiz bor. 1 million so'mlik. Albatta Altraganimiz talabasi bo'ladiganlar bo'lsa, singingizni, opangizni topshirmoqchi bo'lsa, bemalol topshirishingiz mumkin va kontraktdan to'lab beriladi. Sizlarga esa rahmat kattakon, bu sovg'ani olasizlar. Ishingizga rivoj, sizlarga quvvat, sizlarni ko'rganimizda juda ham xursandmiz. Sog' bo'ling. Tushunmayman, lekin mana shunday simda xonalarni ko'rib olib ketamiz dedik. Xonalar chiqishda, ular joylashishda bizlar bilan birga yo'llar davomini ko'ramiz. Qatib ketdik. Biz Jizzax viloyati Zomin tumaniga yetib keldik. Bu yerda orqamizda Osma ko'prigini ko'rishimiz mumkin. Osma ko'prigida yog'ida rope jumping bor. Hozir Osma ko'prigiga chiqib, shishali joylardan o'tib, adrenalinga boy emotsiyalarni olib qaytamiz degan umiddamiz. Biz bu yerga shu yilni qish faslida, ya'ni fevralda kelgandik. Hozir endi solishtirib ko'ramiz. O'sha vaqtdagi vaqti bilan hozirgi vaqt qanaqaligi. Hozir biz rope jumpingdan sakrash uchun shartnoma qildik. Hozir faqat shartnoma bitta. Hozir donezga o'ynaymiz. Kim yutsa, o'sha rope jumpingdan sakraydi. Don ziki. Don ziki. Don ziki. Don ziki. Hozir mana ikkita qavatni Muslim hamda Janzi. Baxt ko'prigida turamiz. Bu ko'prigimiz uzunligi 305 metr, balandligi bo'lsa 150 metrni tashkil qiladi. Bu Shveysariya bilan hamkorlikda qurilgan ko'prik hisoblanadi. Bu ko'prik bir vaqtda o'zida 600 kishini o'ziga sig'dira oladi. Mana ishlaymiz. Ha. Kayfiyat zo'r. Sher yuragi kasal. Ataylab kelyapman. Yuzini ko'raylik. Erkaklarni Turistlarni o'ziga jalb qilayotgan Osma ko'prik rope jumping yonida yana bitta qanaqadir inshoot binoni ko'ramiz. Aynan shu haqida nimaligini bilib olamiz. Assalomu alaykum hammaga.
Bu ko'rib turgan inshootingiz bu aslida SSR davrimizda qurilayotgan teleskop bo'lgan. Dunyo bo'yicha ikkita bo'lgan vaqtida yarmida qolib ketgan bitmasdan. Biz mustaqil bo'lganimizga bu narsa qolib ketgan ish. Yana bir ma'lumot, bizlarda ko'p bo'ladigan narsa 7 yoshdan past qo'yilmaydi. Ichimlik, ya'ni alkogol ichimlikni iste'mol qilgan insonlar ham qo'yilmaydi bizning ko'pirimizda, chiqarilmaydi. 55 yoshdan yuqorisiga tekin, pensionerlarga tekin qilib qo'ygan bizda. Bir kunning o'zida vaqt kelsa 3 xil anod ko'rasiz. Bir qarasangiz kun chiqadi, bir qarasangiz quyosh, bir qarasangiz bulut kelib tuman qoplab qoladi ko'pirda. Hozir sizga mana bu sovg'alarimiz bor. Alfraganus universitetidan. Kam bo'lsa ham ko'plik ko'rasiz. Sog' bo'lingizlar, rahmat. Agar o'qishga topshirmoqchi bo'lsangiz, ichida bemalol vaucherlarimiz bor, bemalol o'sha yerdan ma'lumot olishingiz mumkin. Rahmat aka, sizlarga ham sog' bo'linglar. Ismingizni bilsa bo'ladi? Ha, Xumora. Xumora o'qiysizmi, ishlaysizmi? O'qiyman maktabda 11-sinf. Aha. Ayni muddao bizning Alfraganus universitetiga siz hozir 11-sinfni bitirgan bo'lsangiz, topshirsangiz bo'ladi. Umuman qaysi yo'nalish bo'yicha tayyorlanyapsiz? Hozir yuristiga tayyorlanyapman. Ingliz tili o'qiyman. Tarix, ingliz tili. Bizning Alfraganus universitetida ham huquq yo'nalishi bor. Misol milliy g'oya yo'nalishlari bor. Bundan tashqari juda ham ko'p fakultetlarimiz, yo'nalishlarimiz bor. Bizda sizga hozir mana shu Alfraganus universiteti nomidan kichkina sovg'ani taqdim etamiz. Mana bu bo'lsa Alfraganus universiteti nomidan 1 millionlik vaucher. Agar o'qishga topshiradigan bo'lsangiz, sizga 1 million arzon qilib berishadi kontraktini. Bu sizga. Rahmat kattakon, omadingiz bersin, o'qishlaringizga omad. Kesmoqchisiz. Endi kanatga qarab yo'l olamiz. Hurra! Biz hozir jumpingdan chiqib, sakrab, Nizomidagi kanatga yetib keldik. Endi kanatga o'tib ko'ramiz. Kanat haqida gaplashsak, biz Nizomid kanatiga chiqib oldik. Bu kanatning bitta xavfli tarafi bor ekan. Misol shamol bo'ladigan bo'lsa, xavfsizlik uchun kanatni to'xtatib qo'yishadigan odat bor ekan. Chiqib, bizda shamol bo'lmasa, istamasanga o'tib bo'lmasa, kelgan joyda to'xtatib qo'yishadi. Turishimizga to'g'ri keladi. To'xtab qolamda. Yaxshi, to'xtab qolamda. To'xtaylik. Mana hozir kanatgadan tepadan pastga tushib joyimiz. Aftiga adimlarini his qilishingiz mumkin. Juda ham tikka ekan. Juda ham tikka, baland. Bosh yangashlik O'zbekistondagi Shvetsariyani ko'rishda mumkin bo'ladi. Ha, albatta boshqa kanatlarga nisbatan bu kanatda ham o'zga yarasha gashti va variantlar bor ekan.